ikkitasi bitta. Qulpinay bor. Qulmi ham bodini ekilgan. Mana bodringlar solyotibdi. Qulpinaylar ham solyotibdi mana. Anchadan beri uzilyapti qulpinaylar, kecha uzilgan. Yana shuncha mevasi turibdi, mana gullari. Turishlari mumkin qulpinaylar. Kimda kichkina teplitsa bo'lsa 2 sotik, 2,5 sotik, 3 sotik. Ben qulpinay ekishni tavsiya qilgan bo'lardim. Juda ham yaxshi bo'ldi. Hali ham sotyapmiz. Mana Xudoga shukr. Bodring ekib olganmiz o'rtasiga, mana bodringlarni ham uzyapmiz. Kichkina teplitsasi borlarga tavsiyam avgust oyida qulpinaylar ekinglar. Mana shuncha meva turibdi hali. Mana bugun 22 aprel sanasi. Mana qulpinaylar. Yana anchadan beri uzyapmiz. Hozirgi kunda ham Kareshki qulpinaylar narxi 50 ming so'm. Mayda bo'lmasa agar. Maydalar 30 ming so'm. Shuncha mana gullar. Qulpinay mana. Bu ikkitasi birda degani bodringlar. Shu teplitsamiz 2 sotik. 800 tadan ortiqroq qulpinay ko'chat ekkanmiz. Bu oddiy bir tavsiya xolos. Yana o'zlaring bilasizlar. Mana qulpinaylar. Hali ashincha qulpinay bor, xudo xolasa yangitdan gullayapti mana. Bodring, qulpinay ikkitasi bittada.